kambag'allik taqdir emas. U albatta insonni o'ziga bo'lgan munosabati, o'zini hayotiga bo'lgan munosabati, harakatlari bilan o'lchanadigan bir natija sifatida ko'rilishi kerak. Va Namanganda bo'lib o'tgan konferensiyada juda ko'p ekspertlar aynan shu masalaga alohida urg'u berishdi. Lekin ayrim holatlarda kambag'allikni keltirib chiqarish bu davlatlarni noto'g'ri iqtisodiy siyosati ham bo'lishi mumkin ekanligi ta'kidlandi. Biz aynan shu xulosadan kelib chiqib bir narsani ta'kidlab o'tishimiz mumkin. O'zbek xalqi o'zini juda uzoq yillik davlatchilik tajribasi, milliy qadriyatlarini chuqur mezonlariga tayangan holda qo'shning och bo'lsa sen to'q bo'la olmaysan yoki bo'lmasa jaholatni faqatgina ma'rifat bilan yengish mumkin. Qalbing Allohda bo'lsa ham qo'ling mehnatda bo'lsin kabi ming yillar davomida shakllangan qadriyatlari asosida kelib chiqadigan bo'lsak, kambag'al bo'lishi mumkin emas. Ya'ni o'zbek xalqi doimo o'zi uchun harakat qilgan va nafaqat o'zi, balki atrofi uchun ham mas'ul bo'lgan bir xalq sifatida qadriyatlari uni kambag'al bo'lishga yo'l qo'ymagan. Lekin aynan bugungi kundagi bizni davr kasalligi sifatida e'tirof etilishi mumkin bo'lgan kambag'allik degan masala bu o'z-o'zidan sovet paytidagi noto'g'ri yuritilgan iqtisodiy siyosat, aynan shu milliy mezonlarimiz, milliy qadriyatlarimizga bo'lgan bee'tiborlik va ularni yo'q qilish uchun qilingan harakatlarni salbiy oqibati sifatida ko'rilishi kerak. Bizga xos bo'lmagan bu kambag'allik masalasini yangi O'zbekiston islohotlarini bevosita bir g'alabasi, ya'ni yangi O'zbekiston islohotlarining natijasi sifatida e'tirof etilishi kerak. Sovet noto'g'ri iqtisodiy siyosatining natijasi sifatida xalqimizga muammo sifatida kelgan bu kambag'allik balosi O'zbekistonning mustaqilligining ilk yillarida albatta mavjud bo'lsa-da ko'rmaslikdan kelindi. Ya'ni e'tibor bermasdan usti yopib qo'yildi bu muammoni. Lekin yangi O'zbekiston islohotlarida bu muammoni bartaraf qilish uchun avvalambor tan olindi uni va uni yechish uchun barcha chora-tadbirlar ko'rildi va bu chora-tadbirlarning eng muhimlari albatta iqtisodiy siyosatni tubdan o'zgarishi edi. Iqtisodiy siyosat o'z natijasini ko'rsatib, bugungi kunda 700 mingga yaqin barqaror tadbirkorlik subyektlari shakllanganligini va ularning atrofida 3 millionga yaqin yangi ishchi o'rinlarini shakllanganligini albatta e'tirof etish kerak. Namanganda o'tkazilgan konferensiyada juda ko'p xalqaro ekspertlar ishtirok etib, O'zbekistonni kambag'allikka qarshi siyosatini o'ziga xos ekanligini e'tirof etdilar. Va hatto alohida ta'kidlab o'tilyaptiki, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha donor davlatlar, donor bo'lgan xalqaro moliyaviy institutlar aynan O'zbekiston tajribasidan kelib chiqqan holda bu masalani moliyalashtirish tizimlarini qayta ko'rib chiqish zarurati bor ekanligi haqida fikrlar o'ylashni boshlashdi. Ya'ni O'zbekiston o'zini qadriyatlariga tayangan kambag'allikka qarshi kurashish siyosatini dunyoga namuna qilib bera oldi. Meni ishonchim komil, Namangandagi konferensiya O'zbekistondagi iqtisodiy islohotlarni, yangi O'zbekiston islohotlarini xalqparvarligi va yangi O'zbekistonni dunyodagi o'zini muvaffaqiyatli iqtisodiy siyosatini yaqqol bir namunasini e'tirofi sifatida qabul qilinishi kerak.